Tushimda Alloh bilan gaplashdim. Undan shunday so'radim: nega yomon narsalar yaxshi insonlarning boshiga keladi? Alloh qalbimga shunday ilhom qildi: eng kuchli daraxtlar ham kuchli shamollar bilan sinadi. Har qanday imtihon seni yanada sabrli va yanada kuchli qiladi. Men yana so'radim: nega bunchalar o'zimni yolg'iz his qilyapman deb. Alloh qalbimga dediki: meni ko'rmaganliging yoningda emasman degani emas. Senga sen o'ylagandan ham yaqinroqman. Men yana so'radim: hammasi bir kun kelib yaxshi bo'ladimi? Men taqdir qilgan baxtim ham seniki emas. Sabr qil. Har bir qiyinchilik ortidan yengillik keladi. Shamollar tugaydi, quyosh yangitdan chiqadi. Men qo'rqib so'radim: bu yuklarni ko'tara olmasam-chi? Alloh qalbimga huzur berdi. Alloh hech kimga kuchi yetmaydigan yuk bermaydi. Sen zaif bo'lganingda kuchni beradigan menman. Ko'z yosh bilan pichirladim: gunohlarim ko'p bo'lsa ham meni sevasanmi? Alloh yana qalbimga huzur berdi. Men tavba qilgan bandalarimga cheksiz marhamatliman dedi.